Boshlang'ich 25% to'lov bilan 1 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatga bitta pasport evaziga bemalol xarid qilishingiz mumkin. Deepal S09 avtomobilini xarid qilishingiz uchun 5 ta sababni aytib o'taman. Birinchi sabab, ushbu avtomobilimiz bemalol 7 kishini ham o'z bag'riga sig'dira oladigan katta hajmli crossover hisoblanadi. Ya'ni oilaviy safarlar uchun juda ham qulay avtomobil. Ikkinchi sabab, avtomobilimizda muzlatgich mavjud. Muzlatgichni siz mikrovolnovka sifatida ham ishlatsangiz bo'ladi. Uchinchi sabab, Deepal S09 modelimiz pnevmopodveska bilan jihozlangan hamda ходовой qismi juda ham yumshoq. Yo'ldagi o'nqir-cho'nqirliklarni deyarli sezdirmaydi. To'rtinchi sabab, hammaga qiziq bo'lgan narxida. Ushbu avtomobilimizning narxi o'zining raqobatchilariga nisbatan anchayin arzon, ya'ni $42,600 ni tashkil qiladi. Avtosalonimizga tashrif buyursangiz, narxidan yana biroz kelishtirib beramiz. 5-sabab, S09 avtomobilimizni boshlang'ich 25% to'lov bilan 1 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatga bitta pasport evaziga bemalol xarid qilishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot olish uchun call center raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling yoki avtosalonimizga tashrif buyuring.